Assalomu alaykum MMA va UFC olami muxlis va muxlisalari. Sizlar bilan MMA Info kanali. Agar sizlarga MMA olamidagi so'nggi yangiliklar, podkastlar, intervyular va jang tahlillari kerak bo'ladigan bo'lsa va qiziqadigan bo'lsanglar, aynan kanalimga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin va video yoqadigan bo'lsa, like tugmasini qizartirib qo'yinglar. Sizlar bilan men Murodxon va men boshladim. Ilya Topuria yengil vaznda va sen ikkala jangchi bilan jang qilgan sifatida bu potensial jangda fikring qanaqa? Bilasanmi nima? Hammasi islomni ila tuta oladimi? Va bilasanmi nima? Bu ila qila oladigan narsa. Ya'ni uning zarbalari va boksi oxir oqibat jangni tutib oladi. Tushunyapsanmi? Nima demoqchiman? Agar u birinchi marta o'xshata olmasa, o'xshaguncha harakat qiladi. Umuman olganda Islom uchun qiyin raqib, chunki unda kuchli himoya va u biladiki, Ilya uni tutib olishga harakat qiladi. Umuman olganda agar Ilya uni jag'iga tushirsa, u hammani uxlatib qo'ya oladi. Hattoki barcha yengil vazirlarni. Va o'ylaymanki, aynan shu uxlata olish uning yagona imkoniyati bo'ladi Islomga qarshi. Yana bir narsa bilamizki, Ilyada yaxshi grappling baza bor, ammo sen uni hech yuqori darajada ko'rmaguninggacha bila olmaysan. Agar u Islomni takedownlardan himoyalansa, balki fikrimni o'zgartirarman. Lekin hozir men o'zim bilganimga tayinaman, chunki Ilya hali Islomdek kuchli raqibga, grappler jangchiga duch kelmagan. Bilasanmi nima? Ilyaning zarbasi juda qattiq. Va men birinchi marta his qilganimda umuman olganda his qilmaganman, chunki islomiyman. Umuman olganda agar u islomni tuta olsa tamom, chunki u aynan yengil vazndagi eng xavfli bolalardan bittasi. Ha, bu qiziqarli jang bo'ladi. Bilasanmi nima? Menimcha distansiya haqida o'ylamasak ham bo'ladi, chunki Islom uni saqlash uchun tana zarbalaridan foydalanadi. Menimcha Islom chapaqay va Ilya o'ngaqay. Va agar Islom tana zarbalarini bersa, Ilya Islomning oyoqlarini ushlab takedownga boradimi? Menimcha yo'q. Senga qo'shilaman, u o'zini ishini qiladi va zarbalar beradi. 3 talik kombinatsiyalar, 4 talik kombinatsiyalar qiladi, nokaut qilish uchun. Lekin sen Islomning dzyudosi haqida ham o'ylashing kerak. Ya'ni senga yaqinlashish, klinchga kirish, bular o'ylashimcha X faktor bo'ladi. Bu yerda kim xavfsiz joyni saqlash va raqibini ustidan mag'lub qila olishi muhim. Ilya takedowndan himoyalanadimi? Chunki u yaxshi boksyor, hattoki Dastindan ham, lekin undan ko'ra kuchliroq uradimi? Ishonchim komil emas. Chunki biz ko'rdik, Islom Dastinga qarshi unga takedownlar qildi, bo'g'ib qo'ydi, to'g'rimi? Umuman olganda bu ajoyib jang bo'ladi. Chunki biz Islomning allaqachon eng zo'r boksyorga qarshi nima qila olishini ko'rdik va hammasi Ilya nimadir boshqacha, ya'ni o'zgacha qila oladimi? Shunga bog'liq. Islam being a southpaw. Bilasanmi, sana gapingga qo'shilaman. Islom chapaqay va qachonki sen chapaqay bilan urushganingda sen a lot of your shot selections and everything changes with a completely different va bu Ilya uchun juda katta muammoli tug'diradi. So I think that's going to give him chunki a lot of different problems. He's got time to work on those things, obviously. But I just don't think he's, I talked about being stoic and being on task and having that flow or that process to finding the shot. I think I will say this, I feel like he's a lot more effective on orthodox than southpaws. I'll say that. Yeah, I'll say that now. You're saying Ilya Topuria is more effective against orthodox than southpaws. Or you yes, even from little. Yeah. Okay. Yes. Yep. Yeah, I agree. I feel Ilya Topuria fights better when he fights
unga orthodox qaylar bilan because urushganda that's what you yaxshiroq get used ko'rinadi to va buni seeing ko'rganmiz. when he fights somebody who's Va southpaw. bilasanmi, Because that's one of the bularning things hammasi that Islam Ilyaga did. qarshi He chiqishi threw mumkin that body bo'lgan hamma kick narsa because Islomda bor. you're shorter, right? Tana Like even zarbalarini when I fight beradi, guys who are taller Ilyasdan and kamtaroq. they go southpaw and Masalan, they throw that body kick, I'm like, men fuck, I qachonki can't o'zimni get uzunroq va to him. chapaqay bolalar If bilan they throw the urushganimda body kick va correctly, ular right? ayniqsa If tana they throw it like, zarbalarini you know, yo'llaganda, a whip, bilasanmi you're nima gonna be able deyman? to get to him. But if I throw like a Jenolson, Muay unga Thai, qanday like a yaqinlashaman boom, and deyman. drive my knee across your fucking Va agar ular bu shu forearms, to'g'ri like, qilsa, lekin agar u there's no Muay Thai opportunity for you usulida to counter. tepsa, tizzalari sani bilaglaring It's a lot bo'lib harder o'tsa, to deal with, and senda that's where hech I qanaqa think imkoniyatlar qolmaydi va Islam's aynan gonna try shu to do. But then, islom like you said, qiladigan usul deb Uthman is o'ylayman. like, okay, I'm gonna have to eat Yana bir that narsa, right hand agar immediately, Ilya bu or zarbalarni eat qabul it, try to qilishga rozi wrestle, bo'lsa eat it, va or try to get closer to o'ng him. qo'l So it's zarbasini an bersa interesting yoki kurashga matchup, harakat and qilib I ko'rsa, can't wait to see nima bo'ladi? how those two approach. Umuman olganda bu qiziqarli jang dynamic va of bularning that jangini fight. ko'rish men uchun juda ham qiziq. Yeah, it's funny because Va bilasanmi nimasi he's El qiziqarli? Matador, right? Like Yep. Ilya's El Ilya Matador. Yep. bu El But I Matador. know Islam, Islom their esa approach in their striking zarbalar is to almashinuvida be aynan the Matador stilida Matador. urishadi. So they even say that. I'm Bilasanmi pretty sure nima? they even say that in the corner. Islom I think burchagida Javier's like, be the Javier Matador, ham be the Matador Matadors. bo'l Like, bait deb them, aytsa let ham them do all kerak. the work. Yep. Ya'ni So they kutib can count oldi. them or time the shots coming in and stuff like that. So it's Va funny. bilasanmi nima? Islam's really good Matador at playing their rolida juda El yaxshi Matador. o'ynaydi va bu Where, yerda Ilya Matador emas, You know, Ilya Navarro. Topuria is Ilya's different. Ilya is going to be the bull. Exactly. I think Yeah. Ilya's And always bilasanmi? Ilya's Ilya always been the fucking doim bull. lanati Even when bu he fought qarorida you, when he bo'lgan. fought Max, Masalan, when he fought Sam bilan Bryce urushganda, Mitchell, Max he's bilan always urushganda, Bruce coming, Mitchell bilan and that's why I urushganda think u it's so doim hard to oldinga fight. boradi va Because even when I o'ylaymanki don't fight aynan anymore, but I'm like, shu hey, where do you beat a guy jangni like Islam Ilya? uchun Where do you beat a guy like qiyinlashtiradi. Volk? Where do you beat all these guys? And I feel with Ilya, if you try to run from him,